Qishloqning tinch o'tgan kunlari havo ham nafas olmas darajada og'ir edi. Shamol ham, quyosh ham, hatto sozlar ham og'ir edi. Ayniqsa Naziraning yurak sozlaridan keyin seni Tolaganga berishdi, qizim. Uning oqligi. O'sha daqiqada Ziyoda 18 yillik hayoti yonib kuldi. Tolagon qishloqning eng dahshatli ismi. Qarzga berilgan, aqldan ozgan, har kimni kaltaklashga tayyor turgan odam. Uning o'g'li esa otasidan qolishmagan. Ziyodaning otasi Naziraning qarzini qoplash uchun qizini berishga qaror qilgan. Bu berish emas, sotish edi. 4 qo'y, 1 sigir va 1 million so'mga. Ziyodaning ko'z yoshlari quridi. U yiglamadi. Faqat onasining mutlaq ko'zlariga qaradi, ammo onasi ham boshini egdi. Qishloqda bu taqdir edi. Qizlar ota-ona ixtiyorida, ularning baxti esa omadga bog'liq edi. To'y emas, dafn marosimi bo'ldi. Ziyodani oq libosga emas, qora ro'mol va eski ko'ylakka kiyindirishdi. Tolagonning uyi qishloq chetidagi xaroba hovli. Kelin kuzatib, sokinib, kulib turishdi. Ertasi kuni ertalab Ziyodaning yangi erining birinchi ishi unga savol otish bilan bog'langan zarba berish bo'ldi. Sen menga tegishlisan, menga qarashli, dedi u ayyorlanib. Ammo Ziyodaning ichida nima bo'lsa sindi emas. Uning ko'zlarida yonayotgan ot bor edi. Bu ot yiglash uchun emas, o'z yo'lini topish uchun edi. U bir hafta ichida Tolagonning uyidan qochishni rejalashtira boshladi. Lekin qishloqda hammani biladi. Qochqinni qaytarish uchun pul ham berishardi. U kutdi. Bir kecha Tolagon va uning o'g'li mast holda uyquga ketishdi. Ziyoda oyog'ida eski rezinka etik, yelkasida kichkina bog'ich bilan derazadan siqilib chiqdi. Qorong'u tunda faqat yulduzlar nur sochardi. U qishloqni tark etdi, yo'lsiz yo'lda yurdi, daryoni suzib o'tdi. Qo'rquv uning har bir hujayrasini muzlatgan edi, lekin ozodlik istagi undan kuchliroq edi. Kechki payt u yaqin shaharga yetib keldi. Ammo bu yerda ham uning uchun joy yo'q edi. Pul yo'q, hujjat yo'q, ishonchli kishi yo'q. Bir necha kun u avtovokzalda, qurilish maydonchalarida yashadi. Ovqat uchun mevalarni yuvish, idishlarni artish kabi ishlarni qildi. Bir kuni u kichik bir restoranda ish topshirdi. U yerda u Nargiza ismli keksa ayol bilan tanishdi. Nargiza uni o'z uyiga olib bordi, ovqat berdi va uning hikoyasini eshitib, ko'z yoshi to'kdi. Men ham qishloqdanman, qizim, dedi u hayot o'tkazib yubormaydi. Nargiza Ziyodani do'koniga yordamchi qilib qo'ydi. Bu kichik do'kon edi, lekin Ziyoda uchun bu osmonga ochilgan eshik edi. U faqat sotuvchi emas, balki o'quvchi edi. U do'kondagi har bir mahsulotni, narxini, mijozlar xohishini o'rgana boshladi. Kechasi u Nargizaning kompyuteridan foydalanib, biznes, moliya, savdo-sotiq haqida o'qidi. Uning aqli ochildi. U qishloqda o'sgan, lekin u yerda o'rgangan mehnatsevarlik va sabr-toqat shaharda uning eng kuchli quroliga aylandi. 1 yil o'tgach, Ziyoda kichik bo'lsa-da, o'z rejasini Nargizaga aytdi. Men qishloqdan yangi, tabiiy mahsulotlarni olib kelib, shaharda sotmoqchiman. Hammasi halol va sifatli bo'ladi. Nargiza uni qo'llab-quvvatladi, hatto dastlabki mablag' berdi. Ziyoda qishloqqa, o'z qishloqiga qaytishga jur'at qilolmadi. U yaqin atrofdagi boshqa qishloqlarga borib, fermerlar bilan suhbatlashdi. U ularga shahar bozorlari haqida gapirdi, ularning mahsulotlarini yuqori narxda sotishni va'da qildi. Dastlab uni hech kim jiddiy qabul qilmadi. Qiz bola, nima qilasan, deyishardi. Ammo Ziyoda chidamli edi. U bir keksa boboga yordam berib, uning bog'ini terdi. Bobo uning halolligini ko'rib, o'z sabzavotlarini unga sotishga rozi bo'ldi. Bu birinchi qadam edi. Ziyoda o'zining kichik tabiiy mahsulotlar loyihasini boshladi. U Nargizaning do'konida burchak sotib oldi va u yerda boboning sabzavotlari, bir necha ayollarning murabbo va qoqiqlarini qo'ydi. Mahsulotlar tezda sotildi, chunki ular chinakam, himoyasiz edi. Ziyoda har bir sotuvdan olingan pulning bir qismini qayta investitsiya qildi, yangi mahsulotlar qidirdi. 2 yil ichida u kichik ombor va yuk mashinasiga ega bo'ldi. U endi o'zining kichik firmasi borligini ro'yxatdan o'tkazdi, tabiat xazinasi.
Uning ishiga bir necha yosh ayollar jalb qilindi. Ular ham qiyin holatdan chiqqan edilar. Ziyoda ularga nafaqat maosh to'lardi, balki o'qishga ham yordam berardi. U o'zi ham onlayn kurslarda biznes boshqaruvi va moliyani chuqur o'rgana boshladi. Muvaffaqiyat kelayotganini payqagan Tolagon va uning o'g'li Ziyodani topishdi. Ular shaharga kelib, uning ofisiga bostirib kirishdi, talab qilishdi: "Sen mening xotinimsan, seni olib ketamiz." Ziyoda qo'rqmadi. U yillar ichida o'sgan edi. U politsiyani chaqirdi va o'zining barcha hujjatlarini, shu jumladan otasidan yozma rozilik olganligi haqidagi dalillarni ko'rsatdi. Politsiya Tolagon va uning o'g'lini hibsga oldi. Bu Ziyoda uchun nafaqat g'alaba, balki qasos edi. U nihoyat 60 dan butunlay ozod bo'ldi. Tabiat xazinasi tez o'sdi. Ziyoda endi nafaqat sabzavot, balki qishloq xalq hunarmandchiligi mahsulotlari, dorivor o'simliklar va ekologik toza mahsulotlar bilan ishlay boshladi. U internet orqali sotuvni yo'lga qo'ydi. Uning veb-sayti va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari mashhur bo'ldi. Uning hikoyasi, uning sadoqati va mahsulotlari sifatiga ishonch orttirdi. Bir kuni uning mahsulotlari haqidagi maqola yirik biznes jurnalida chop etildi. Ertasi kuni unga yirik xalqaro investitsion fonddan qo'ng'iroq keldi. Ular tabiat xazinasini sotib olishni taklif qilishdi. Ziyoda rad javobini berdi. "Bu mening farzandim", dedi u. "Men uni sotmayman, lekin hamkorlikka ochiqman." Uzoq muzokaralardan so'ng fond Ziyodaning kompaniyasiga katta sarmoya kiritishga rozi bo'ldi, lekin boshqaruvda u asosiy rol o'ynashini ta'minladi. Bu shartnoma Ziyodani $1 million daromad oladigan biznes egasiga aylantirdi. U o'z pullarini aqlli boshqardi, turli loyihalarga investitsiya qildi. Qishloqlarda yangi fermer xo'jaliklari, ayollar uchun kasb-hunar maktablari, ekologik toza energiya manbalari. 10 yil o'tgach, Ziyoda tabiat xazinasini O'rta Osiyoning eng yirik qishloq xo'jaligi va ekologik mahsulotlar korporatsiyasiga aylantirdi. Uning kompaniyasi bir necha mamlakatlarda ishlardi, minglab odamlarga ish berardi. Uning shaxsiy boyligi milliardlab dollarlarni tashkil etardi. Ammo boylik uning maqsadi emas edi. U o'zining qalb xazinasi fondini yaratdi. U qishloqlardagi qizlarga, majburlanib turmush qurgan ayollarga, ta'lim olishni xohlayotgan bolalarga yordam berardi. U o'z qishlog'iga katta maktab, shifoxona qurdirdi. Otasi va onasi keksalik uyida yashardi. Ular uchun u nihoyat kechirim so'radi va ular ham o'z xatolari uchun pushaymon bo'lishdi. Bir kuni Ziyoda o'zining katta ofisida shisha orqali quyosh botayotgan shaharga qarab turardi. Uning yonida Nargiza, uning eng yaqin maslahatchisi va do'sti o'tirardi. "Ko'rdingmi, qizim", dedi Nargiza. "Qismatning o'zi senga temir panja bilan urdi, lekin sen shu panjani o'zingga qalqon qilib olding." Ziyoda tabassum qildi. "Qismat meni sotdi, lekin u menga eng muhim narsani sotib olmadi, o'z irodam va orzularimni. Men o'z taqdirimning egasiman. Boylik esa mening uchun vositadir, maqsad emas. Mening haqiqiy boyligim ozodlik va boshqalarga yordam berish imkoniyati." Uning hikoyasi butun mamlakatda mashhur bo'ldi. U temir panjali qiz laqabini oldi. U yoshlar, ayniqsa qizlar uchun ramzga aylandi. U hech qachon o'z ildizlarini unutmadi. Uning ofisida qishloq uyining kichik modeli, eski rezinka etik va bir bo'lak qora tuproq saqlanardi. Ziyodaning hayoti shuni ko'rsatdiki, taqdir sizni qayerga tashlasa ham, sizning qadringiz va qiyomat kuningiz sizning qo'lingizda. Eng qattiq temir panja ham kuchli iroda va yurak oldida maydonda qoladi. Ba'zan eng dahshatli boshlanish eng yorqin kelajakning asosiga aylanadi. Qismat uni sotdi, lekin u o'zini ozod qildi va o'z kelajagini o'zi yaratdi.